Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Ko'rib turganlaridek avtobuslarimiz hozirda Moskva shahri metro Katenikidan video olib boryapmiz. Akalar, bu avtobuslar davlatimiz tomonidan qo'yilgan bo'lib, resmi qonuniy avtobus. Ket ichki holatlari bilan tanishtirib o'tamiz. Yuring uka mana. Ukalar, ko'rib turganlaridek mana avtobusimizda 51 ta mesda oshiqcha odam ololmaydi, chunki bu bilet orqali amalga oshiriladigan resmi avtobus hisoblanadi. Ko'pchilik talon adashib qolyapti. Akalar, mana yuzimiz YouTube tarmog'iga qo'yib boryapmiz. Mana Toshkentdan ham, Moskva shahridan ham video qilib olib boryapmiz. Har kuni muntazam videolarimizni YouTube tarmog'iga joylab boryapmiz akalar. Shunday sizlar ishonch hosil qilishliklari uchun, talon adashib qolmasliklari uchun. Talon adashmanglar, avtobuslarimiz sharoitlari 51 ta mesda oshiqcha odam olinmaydi. Har bitta sidinaning orqasida USB kabel izolyatsiya ustroyevlari bor. 2,5 kun yo'l yurib Toshkent Abu-Sahiy avtovokzaliga kirib boradi. Sankt-Peterburgdan ketmoqchi bo'lganlarga ham ekranda 55 raqamlari. Sog' bo'linglar.